Assalomu alaykum, alaykum assalom. Salomat, charchamaysiz. Ishlardan yaxshimisiz? Hujjati joyidami? Joyida. Shu to'xtab shu qo'yayotganingizda bir tekshirib qo'yarchi. Yo'q, telefon kelib qoldi, o'shanga to'xtab gaplashamiz. Ha, aka. Nima gap? Qildiribsiz, siz ism familiyangiz yo'q-a? Yo'q, sug'urta. O'zimni nomimda o'zim qildirganman, ha, Siz tomoningizdan qildirilgan, to'g'rimi? Ha. Nimaga bu pastga kiritib o'tmaydi siz ism familiyangizni? Yo'q, bo'lishi mumkin. Nimaga? O'zim qildirib, o'zimni nomimda mashina bo'lsa, qanaqasiga qildirish, kiritmasligi mumkin. Tagiga qo'shib qo'yish kerak ism familiyaga. Misol, menda o'zimni mashinamni qildirganman, o'zimni nomimni yozatda pastiga yana adreni jadvalga kiritib ketdi. Yo'q, tushundim. Misol o'zim yozdirdim, ha debdi. O'zim yozdirdim, o'zimni mashinam, o'zimni nomimda, o'zimni sug'urtachini aybida endi. Endi bilmayman, endi men o'zim shu yozdirdim, nima qildirdim. Qanaqa sug'urtangiz? Qog'oz varianti bormi? Qog'ozli varianti yo'q, amalan. Meniki bor, Texasga o'tirdi ekan. Qog'ozli varianti yo'q, onlayn dedi. Onlayn dedi. Yo'q, qog'ozli varianti yo'q. Agar bayonnoma tuzsangiz, bayonnoma tuzib beraring agar. Sug'urtaga. Sudga taqdim qilamiz, nimani? Bu narsa mana yaxshi bilaman aka. Sudga taqdim qilishingizni boshqani. Prosta tartiblanishmanki, tagiga ko'rsatib o'tish kerak shu narsani. Xo'p, tushundim. Masalan, men yozdirganman, sug'urta o'sha sug'urta qilib beruvchiga. Yo'q, sug'urta hozir masalan, hop, tushundim, sizni sug'urta yozilgan, mashinaga sug'urtasi bor, ha deb turing. Mashina o'zim nomida tasdiqlansa kerak. To'g'rimi? Tasdiqlamasa kerak. Bu ro'yxatda nomida bo'lsa ekan, davrimiz orqali minayotgan bo'lsa menga boshqa masala. Kechirasiz. Tepaga ham, pastga ham kiritib berdi sug'urta. Hop, kiritmadi deylik. Mashina o'zim nomimdagi sug'urtasi bor-ku mashinani, o'shani tasdiqlasa kerak demoqchiman-da men. Agar bayonnomani tuzsangiz, bemalol agar bayonnomani tuzib bering, e'tirozim yo'q. Bu degan bilan ishlayapti.